ulug'iniga, hurmatiga, izzatiga boshlab ketaylik. Bir bilan bir tang emas. Avtori noma'lum. Mikrofon oldida Elshad Turg'un, Oy Malika. Muallim do'stiga bir bilan bir tang deb yozdi. Bir o'quvchi o'rnidan turib, muallim bir bilan bir tang emas dedi. Bu gapdan ochiqlangan muallim: "Ha? Qani unda qo's do'sting chiqib, bir bilan birning tangligini isbotlab ber. Agar isbotlab beramasang, bolalarning oldida seni org'amchi bilan bog'lab jazolayman jumo" dedi. O'quvchi larzon menib do'stining oldiga chiqdi va shunday dedi: Muallim, Ali 8 yosh, Mamo 8 yosh. Alining dadasi kundi kechda uyga qaytganda Ali bilan birga o'ynaydi. Men bo'lsam, Zoboy dadam tarafidan kunda necha qitim dombalanaman. Nima uchun Ali kundi maktabdan qaytganda tolog'i chiqib o'ynay olmaydi? Lekin men maktabdan qaytib, tarozini ilib, ko'riklivida ish qilaman. Hasan menga o'xshash 8 yoshda. Nima uchun ularning uyida mezlik taom yedi chiqib turadi? Ammo biz har kuni osh yeyapmiz. Nosirning ishi men bilan tang. Nima uchun u har 3 oyda bir oyoq kiyalaydi? Men bir oyoqni 3 yil kiyaman. Ahmadning ishi men bilan tang. Nima uchun u maktabdan qaytganda opasi bilan birga bog'chaga berib o'ynay olmaydi? Ammo men opamning og'riq putini uvlab o'tiraman. Muallim ko'z yoshini surtib turib, do'stining oldiga berib, do'stidagi xatni o'chirib, bir bilan bir tang emas deb yozdi. Ondan o'quvchisini bag'riga besib, munbar oldida unlik yig'lab ketdi. Uning ko'zidan oqqan yoshlari etaklarini bo'ylab xuddi buloqning suyidek bulduqlab chiqib-o'tdi. Dal shu chaqda maktab mudiri ishni echib kirib keldi. Lekin maktab mudirining ko'zimi yoshidi. Chunki barliq jarayonni maktab mudiri orqa ishning deyrisidan ko'rgan edi. Mudir ko'zlariga yoshlarni etqinicha otaliq mehr bilan bu o'quvchini bag'riga besib, qo'lidan yitliginicha sinfdan chiqib ketdi. Rahmat do'stlar, rahmat. Mamaga ko'pdan ko'p tashakkurlar bo'lsin, rahmat.